alaykum hammaga, hurmatli kanalimiz a'zolari. Avvalambor ming tashakkur, rahmat, shunchalik kanalimdan chiqib ketmasdan sabr bilan kutib turganinglarga. Shunga yarasha o'zimdan o'zim har xil video qo'ymasdan, hayot tajribasidan ozgina olib, yig'ib qo'yib turamiz. Xudo xohlasa bundan buyog'iga sabr qilganinglarga rahmat. Metodikam haqida ozgina gapirmoqchiman. Ko'p nimalarda, kommentlarda o'qidim. Bu bola kibr, bu bola qo'pol dedi. Lekin metodikamni asl mohiyatini tushuna olgan tushundi. Sizlarga tushunadigan tilda gapirmoqchiman. Ya'ni qaranglar. Ba'zida bemor kasal bo'lsa, bilasizlar, vrach qo'pol harakatga majbur bo'ladi. Ya'ni yurak urish to'xtab qolsa, qattiq urish kerak, yuziga urish kerak. Jismonan to'xtab qolsa, ruhan inson ham to'xtab qolsa, qattiq qo'llik bilan, qo'pollik bilan ishlashga majburman. Misol uchun, oddiy bir yosh qizni olsak, oldimga kelganda uni ortiqcha vazn olganini ko'rib, "Sani nima haqqing bor?" deb urishib beraman. Ya'ni sani har bir olgan kilogramming onangga tonna dard bo'ladi. Onang senga ko'rsatmasligi mumkin, lekin alohida xonasiga kirib xo'ng yig'lashi mumkin. Chunki qo'lida go'zal chaqaloq bo'lganingda niyat qilgan, mani go'zal qizim, mani kelin qizim, mani farishta qizim debsan, nahotki onangni orzu havasini shu nafsing bilan bir tiyinga chiqazmoqchisan deb urishib berish ham qo'polligimni mohiyatini tagida faqat yaxshilik yotadi. Yoki o'g'il bolalarda sen hali otangning xizmatini qilishing kerak, yelib yugurib sani qaragan amakiga o'xshab qolding, qo'pol qilib gapirganda san chichqoq deb urishib berishim, bu faqat yaxshilikka, hech qachon chek ich yoki qanaqadir fahsh yo'llarga borib, qanaqadir bispantovoy vayn oldimiyman, birovni kuldirdimiyman. Balkim ko'ngliga tegar, lekin haqiqat-ku. Bitta insonni to'g'ri yo'lga boshlab urishib bersangiz, mani oldimdan qo'rssan deb chiqib ketsa ham, mashinada o'tirib, miyasini bir ishlatib majlis qilsa, bu gaplarda haqiqat borligini tushungandan keyin oldimga keladi. Misol uchun bugun bir yigit keldi, o'sha 4-darsi, o'zi bilmagan holda rosa ko'p ovqat yegan, kindigiga qarasam chiqib ketganda, o'sha pupkovoy grija deyiladi, kindik yorib chiqib ketgan terisini, o'zi bilmaydi, ovqat yeyavergan. Borib tekshirtiring, grija desam, grija chiqdi. Undan tashqari o't pufak, oshqozon, jigar, absolutni hammasi ishdan chiqib ketgan. U yigit boshida bir hazilga olib kelganda, keyin qarasa vaziyat jiddiy, o'sha kuladigan joyi yo'q. Yana ozgina o'tirib suhbatlashganimizda bilasizlarmi nima dedim? Ertalabdan kechgacha uxlayman, kechqurundan ertalabgacha ishlayman dedi. Nega desam, endi tirikchiligim shunaqa dedi. Men bilasizlarmi unga nima dedim? Iloji bo'lsa ko'proq pul ishla, uxlamasdan ishla desam, nimaga deb hayron bo'ldi. Ko'proq pul tashab ketgin, chunki uje ketadigan bo'lsang, o'tib qoladigan bo'lsang, xudo asrasin, bolalaring bir pasda yo'q qilib tashlaydi. Ko'proq tashab ketsang, balkim sal ko'proq ishlatar dedi. Chunki u pulni egasi hayotdan o'tgandan keyin ko'payib turish jarayoni to'xtaydi, ishlash jarayoni to'xtaydi. Bir pasda baribir oila естественно ishlatib tugatadi. Eng qizig'i, men bu yigit shu pullar uchun butun sog'ligini tikib o'tib ketgan bo'ladi. Qo'pol bo'lsa ham o'zi seskandida, sirazi o'zini yig'ishtirdi, bo'ldi, endi ozgina ishimdan cheklanaman, o'zimga qarayman dedi. Ko'ziga qarab to'g'ri gapirdim hamma narsani. O'zi bir omonat bergan umring bor, Alloh bergan omonat, omonatga xiyonat qilma deydigan qo'polliklarimni, surbetliklarimni tagida faqat haqiqat yotadi. Chunki haqiqat hech qaysi zamonda shirin bo'lmagan. Haqiqat har doim achchiq bo'lgan. Nimagadir yolg'onlarga ishonib qolamiz, qanaqadir yaxshi muomala qilib, masalan, restoranda yaxshi gapni eshitasan deyman. Restoran yaxshi gapirib, tezroq pulingni olib, semiradigan ovqatingni berib, tezroq o'yindan chiqazvorsa deyman. Bu yerda meni qo'pol gapim bir oy eshitishing sababi, men pulimni halollab yeyishim uchun seni hayotga qaytarishim kerak. Qaysi ma'noda? Uxlab qolganda o'sha miyasi, ruhiyati, uni baqirib siltab uyg'otib olishim kerak.
Mana shu metodikani men yillar davomida tushundim. Insonga aynan mashq jarayonida qo'pol metodika ishlatmasa uyg'onmas ekan. Uxlab qolgan. Birinchi ruhiyatini uyg'otib olaman, keyin shunga qarab vaziyat o'nglanishni boshlagandan keyin ichaklari, oshqozonlari, hamma narsasi tozalangandan keyin уже tushunadi nima uchun urushib berganimni. Keyin oxirida ishlaringga rivoj tilayman, boshqa semizlikka almashma yoshligingni deyman. O'shaning uchun to'g'ri tushunishinglarni xohlardim. Kanalimda har doim birga bo'lib tursanglar, yaxshi videolar qo'yib turamiz. Demoqchi bo'lganim, so'zimning xulosasi, qisqa qilib gapirganda, haqiqat hech qachon shirin bo'lmagan. Haqiqatga tikka qaragisi kelmagan odam baribir vaqti kelganda tikka yuzlanib, tikka yotadi haqiqatdagi, boshqa ilojisi yo'q. Umuman ilojisi yo'q. Salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Ish, yaxshi ish bo'lgani. Lekin shu ishni orasida zaryadka olib turmasak ilojisi yo'q. Chunki biz pullarimizni o'zimiz ko'paytiramiz. Bizdan keyin hech kim ko'paytirish uchun ishlamaydi, faqat ishlatib tashlaydi. O'shaning uchun pulim kamayib qolar ekan deb turib qo'rqmanglar. Agar ketib qolsanglar, xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lib yotib qolsanglar, ne to что kamayadi. Tugaydi pul. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar, eng muhimi baxtli bo'linglar.